Assalomu alaykum. Bugun hiragana alifbosining da qatoridagi harflarini o'rganamiz. Dagyo. Da qatorida 5 ta harf bor. Da, ji, zu, de, do harflar. E'tibor bering. Ikkinchi va uchinchi harflar di va du harflari emas, balki ji va zu harflaridir. Esingizda bo'lsa, biz za qatorida ham ji va zu harflari bilan tanishgan edik. Da qatoridagi ji va zu harflari za qatoridagi ji va zu harflaridan qanday farq qiladi? Yapon tilida da qatoridagi ji va zu harflari juda kam so'zlarda ishlatiladi. Asosan za qatoridagi ji va zu harflaridan foydalaniladi. Endi da qatoridagi harflar bilan alohida tanishib chiqamiz. Birinchi harf da harfi. Da harfi qanday yoziladi? Avval chap qismini yozib olamiz, keyin esa o'ng qismini yozamiz. Oxirida esa ten qo'yiladi. Demak, birinchi chap qismidan boshlaymiz. Chapdan o'ngga, tepadan pastga, o'ng qismi, birinchi tepa qismini yozib olamiz. Chapdan o'ngga, past qismi chapdan o'ngga. Oxirida esa ten. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Chap qismi chapdan o'ngga, tepadan pastga, chapdan o'ngga, ten. Da harfi 6 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf ji harfi. Ji harfi qanday yoziladi? Demak, birinchi chapdan o'ngga, keyin bitta harakat bilan tepadan pastga olib tushib, aylana harakat bilan pastga tushirib yuboramiz. Oxirida esa ten. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Ji harfi 4 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf zu harfi. Zu harfi qanday yoziladi? Chapdan boshlab kelib, aylantirib pastga tushirib yuboramiz bitta harakat bilan va oxirida ten. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Zu harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf D harfi. D harfini avval chapdan o'ngga olib kelib, bitta harakat bilan pastga aylantirib tushirib yuboramiz. Va ten. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Chapdan olib kelamiz va pastga aylantirib tushirib yuboramiz. Ten. D harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf do harfi. Avval mana bu qismini tepadan pastga, keyin esa yana tepadan pastga olib kelib, aylantirib, o'ng tomonga qayirib yuboramiz. Va oxirida ten. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Do harfi 4 ta harakat bilan yoziladi. Da qatoridagi harflar bilan tanishib chiqdik. Qaysi harflar? Da, ji, zu, de, do harflari. Mashq qilamiz. Da, ji, zu, de, do. Da, ji, zu, de, do. Endi shu harflar ishtirok etgan so'zlar bilan mashq qilamiz. Bu so'z qanday o'qiladi? Eda, cho, kado, burchak, ude, qo'l, dachi,
dachi oshna, dakay dakay yechim, udon 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 taomi, tekido me'yor, denki chiroq, kaydan zina, donzoko tub, daigaku universitet, dodekai ulkan, sakadachi oyog'ini osmonga qaratib turish, kaygan qirg'oq, sohil, udedokey qo'l soati. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.